Assalomu alaykum. Mana Samarqand viloyati Nurobod tumanidagi 74-umumta'lim maktabiga sayohat qilamiz hozir. Maktabning ko'rinishini ko'rsatamiz hozir ichkaridan. Mana bu bino 2020-yilda qurilgan ekan. Lekin talabga javob bermaydi, yorilib yopti ichlari. Mana quyosh panellarini olib kelgan, o'rnatgani qo'ygan. Bu quyosh panellarini hozir maktabning ustiga qo'ysa, bu maktab yorilib yopti. Qanday tekshiradigan organlar yo'qmi maktabda bir? Mana yorilib yopti maktab 2020-yilda va ichkarisi yopiq ekanda, yopiq olinmaymiz. Mana maktab 2020-yilda qurilgan maktabda, ko'rinib turibdi o'zi. Ichkarilari. Bugun bolalar yo'qligi sababli bozor kuni videoga olyapmiz. Maktab. Mana bunisi 1982-yilda ishga tushgan ekan. Mana maktabning ahvoli, ko'rinishi. Maktabni mana yorilib yopti. Xudo ko'rsatmasin, zilzilaga hech ko'zim yetmaydi bardosh berishiga. Bu zilzila bo'lsa agar bir 4-5 bal. Maktabni ahvoli, derazalari yorilib ketgan. Tashqi fasad ko'rinishi. Bu nima edi? Katyolmi? Ko'mir yoqiladigan katyol ekan. Maktab yorilib yopti. Qanday talabga javob berar ekan? Bir necha gazdan, bu gaz oldin ham bo'lgan. Bir necha marotaba murojaat qilinyapti, lekin hech foydasi bo'lmagan maktabda. Mana yorilib yotgan maktab, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Tashqi fasad arqa tomoni ekan maktabda. Gaz turbalari bor, lekin gaz yo'q. Zilib yopti. Bu tualet, ha? Bu yoqda tualetlar. Bu yerda birinchi sinflar ham o'qiydimi? Birinchi sinfdan 5-sinf. Bunga suv solib qo'yibdi. Bu tushib ketmaymi maktab bolalari uni ichiga? Tushmaydi. O'tganmiz, qaytamiz, sakraymiz. Sakraysizlar? O'qituvchilar xonasi. Hozir ichkarisiga kiramiz. Mana bu eshigini ham ochchi, katyoldi eshigini. Shu maktabda o'qiysizlar, qoniqasizlarmi shu maktabda? Endi yangi xabaringizni qoniqamiz. Bir necha marta. Necha marta videoga oldi, beradi. Mana yorilib yopti derazalar oldilari. Hozir ichkari tomondan ham kiramiz, olamiz video. Maktab qo'yildi. Bu paxsadan bo'lgan maktabda. 2020-yilda bunisi qurilgan. Daraxtlar bor ekan, bular daraxtchalar yaxshi, daraxtlar ekilgan. Havoni tozalaydi. Eshigini ochchi Mansurbek. Maktab eshigini. Eshigini bir yopdi, yopilarmikan eshigi? Yopilmaymi degansa? Yopchi. Qarovulxona bormi? Qarovullar qayerda o'tiradi? Qarovullar, qarovulxonalar qayerda? O'qituvchilar xonasida yotadi. Kechqurun. Qarovulxona ham qurilmagan. Maktabimizda mana ko'rinishi, kirishi, koridori. Ochchi, eshikni ochchi. Eshikda oho, bu shu doskada yoziladimi shu doska? Yoziladi. Bu ana o'zini bosib ko'rchi, u yorilib yotibdi-ku. Bu tomonidan
Nima chiqyapti ichidan? O'q chiqyapti. Ha? Gipsi bormi? Ha. Bo'ldi. Bu maktab yorilib yotibdi bu. Mana. Xudo ko'rsatmasin, men Turkiyada yer qimirlash bo'ldi. Ular talabga javob beradimi yer qimirlasa? Tavba deymiz, mana stollarda ahvol ustilari. Bir sanatoriya, gigiyena degan narsalar ular. Bu stolda hozir oyog'ini pastga qo'yiladi. Bu bolalar o'tiradi qo'li bilan bu. Mana bu rasul bu artilama ertalab. Men bu nima? Men bunda hozir o'tiradi, ha, bolalar. Stollar similayotgan ahvolini har xil so'rayapti. Har to'rtburchak nima edi bu parda tortilgan xona? Ochchi bir ichini uni ham. Nima edi bu? Saylovdiki? Shu yerda turaman. Ha, u yog'ini ochib bu qoch qo'sh qo'yar. Bu nima edi bu yerda? O'zbekiston bayrog'i, saylov nuqtasi, gerb, lujek. Lujek? Ha, bo'ldi, tushunarli. Patoloklarini qarangizlar ko'rinishini. Juda achinarli qoldi. Boshqa sinflarda ham ochchi ko'rayotgan. Mana bu sinfda ochchi ko'rayotgan. Nechinchi sinf bu? 7-sinf. Ha, 7-sinflardagi bu ham eshigi yaxshi yopilmagan. Eshigimiz bor. Nima edi? Bunda qo'l yuvadimi? Qo'l yuvadimi o'zi bunda? Maktabda divorlari yorilib ketgan. Endi bir partalar deydi, aytib bo'lmaydi. Partalarni singan mana. Qanday o'qiydi bolalar bu? Bir tekshiradigan bir bormi bir? Xalq ta'lim vazirligi qayerga qarayapti? Bir tekshirib, bir ko'rib, bir bu men bularni stollarni bu nima qol? Men bular qo'parib qo'ygan-ku. Biz o'qigan davrimizdagi bundan yaxshiroq edi. Biz o'qigan vaqtimiz. Ular nima? Maktab mana yorilib ketgan buni. Oldinda yurchi boshqa sinflarni ham ko'ryapman, hidaqa. Nechinchi sinfdiki u? 11-sinfdiki, ustiga qo'l hozirgan ekan. 11-sinf. Maktab. Bu yerda ham doskalar talabga, boshqa sinfga qaraganda yaxshiroq ekan. Bu ham pachoq bo'lgan-ku, lekin mana ko'rinish maktabda. Patologlarning ahvolini. Men o'zim 90-yilmanda biz o'qiganda qo'yilgan edi mana shu narsalar. Eskicha qandillar mana shular biz o'qigan vaqtda qo'yilgan edi. Mana yorilib ketgan burchaklari. Bu nima teshilib yotibdi bu? Ha? Yo'q. Ha? Bu nima edi bu? Shunda hozir bolalar dars o'tadi. Shunda qanday kitob qo'yadi bunga men tushunmayapman. Nima ochilib yotibdi bular? Qo'ychi. Shunda hammasi shunaqa bo'lyapti. Ha? Men buni ko'tarchi, men ham shunaqa. Ha? Buni qotirib qo'yib ekan, bunga shurib qotirib qo'yib mana. Bolalar shunaqa joylarda o'qiydi mana. Stollarni ham talabga javob beradi. Har xil. Bo'ldi. Haydachi yana boshqa maktabga borayotgan, boshqa sinfga borayotgan. Hammasi past shunaqa. Mana qo'yilgan mana bunaqa. Ochib, bunisini ham ochib, bunisini ham bir ko'ryapman. Mana ahvol. Haydachi boshqa sinfga. Ochib. Qaysi sinfga boryapmiz? 6-sinfda o'qiydi. Sinf.
Yerda ham xuddi shu ahvol, mana doskalar pachaq bo'yapti. Bu eski biz o'qigan partalar mana shular. Mana patolog, bu yerda ham patologlar tushyapti. Maktabda yorilib ketgan ana ular. Patolog aralari. Mana bu nima har xil cho'gar. Men buni nima edi bu ustidan taxt 3 kishi o'tiramiz. Oho, yo'q-ku bu yerda o'tiradigan joyi. Bitta odam o'tiradi bu yerda. U tomonda yo'q ekan-a? Hozir ko'ramiz. Maktab yorilgan mana. Ko'zlaringiz bilan ko'rishingiz mumkin, hurmatli xalq ta'lim vazirligi. Endi bir chekka qishloqligi uchun e'tibor berilmayaptimi bilmayman. Ya bir ommaga olib chiqish kerakmi buni? Haydachi boshqa sinflarni ko'ryapman. O'tirishida o'tiradi. O'tirqani o'tira olasanmi? Qanday tiqilib qolmaymi kichkinagina ekan? Ha? Qisilib. Katta. To'r bo'ldi. Ketiga boshqa xonani ko'rsatgan. Bu sinfga kirayotgan sinfda. Mana nechinchi sinf bu? 8-sinf. Kirgan? 8-sinf. Oho, mana. Necha kichkina bir sinfcha. Bu ham yorilyapti-ku Mansurbek. Ha, kamchilik o'qiydi. Bu shkaf nima edi? Bu shkafga kiyim qo'yib qo'ymaysiz, sumka bunga qishtikani. Mana stollarda ahvoli. Yemirilib yotibdi stollar. Abi maktab bolalar talabga javob bermaydigan maktabda qanday o'qisin bir? Ma'lumlar xonasi qaysi? Ko'rsatqani? Haydachi oldinda yurdi. Ko'rsating yurqani? Bu ma'lumlar xonasimi? O'tchi. Ammo qarovullarning Qarovullar xonasi o'zi hidi bor ekan, ozroq. televizor bor. Televizor bor ekan. Bu stollar ham har xil ma'lumlarni o'tiradigan joyini. Bu ta'lim beruvchilar o'tiradigan joy shunaqa bo'lsa, bu qanday bu? Bu nima bu? Ular tushunyapti bu. Hurmatli prezidentimizga rasmiga qo'yilgan bir taxtani ko'ryapsizlarmi? Mana e'tibor, mana haqiqat. Bu nima edi ana tepada kiyim ana ularmi? Ko'pachasi. Bu qarovullar shida yotami? Qarovullarga bir xona yo'q. Bu qanaqa bu jamiyatda yashayapmiz? Mana qarovullar ma'lumlar xonasida yotsa.